Yo'l patrul xizmat xodimlari Usnora Shodiyevaning onasidan haqorat qilganini rad etdi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Avvalroq teleboshlovchi Usnora Shodiyeva o'zining Instagram sahifasida Toshkent shahrida yo'l patrul inspektori tomonidan haqoratlanganligini iddao qilib chiqqan edi. Holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy munosabat e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, voqea joriy yilning 16-aprel kuni poytaxtning Nukus ko'chasida sodir bo'lgan. Equinox rusumli transport vositasi yo'lning 3 va 4-qatorini yopib qo'yib, sun'iy tirbandlik hosil qilgan. Bu esa 4-qatorda harakatlanish kerak bo'lgan boshqa haydovchilar noroziligiga sabab bo'lgan. O'sha yerda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmat xodimi unga tushuntirish berib, oldinga harakatlanishini so'ragan. Ammo mashinada musiqani baland qilib tinglayotgan ayol uni eshitmagan. Shundan so'ng xodim unga tushuntirish berish maqsadida baland ovozda gapirishga majbur bo'lgan. Men tomonimdan Equinox haydovchisiga haqoratli so'zlar ishlatilgani yo'q. Qonun doirasida xizmat olib borgan edim, deydi xodim. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Yakunda qonuniy qaror qabul qilinadi. Eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.